degan atribut beraman. A nokta ism teng Ziyodullo. Mani kodimda ism degan o'zgaruvchi bormi? Yo'q, a? Error beramiz shunda. Yo'q. Bu yoqda ism degan o'zgaruvchim yo'q, lekin menda nima bor? Obyektimning ism degan o'zgaruvchisi bor mana. Shu narsa atribut. Atributi qo'shdim. Endi yana print qilaman. Hech narsa o'zgargani yo'q, lekin a ni ichidagi ismni desam nima chiqar keyin? Ana men o'sha kiritgan o'zgaruvchim chiqdi. Ya'ni shu narsani atribut deydi. Mana aynan a nokta ism deb ketishni. O'zgaruvchilari shunaqa bo'ladi. Va bu nimani o'zgaruvchisi? Obyektnimi yoki klassni? Obyektni. Nima uchun? Obyektga o'zgaruvchi berilyapti ism deb. Yo'q, obyekt orqali yaratilayotgani uchun klassni ichida yaratilmayapti-ku. Tushundingizmi? Aha. Yo, hozir klassni ichida yaratyapmanmi ism o'zgaruvchini? Yo'q-da, bu variable-da, o'zgaruvchida, o'zgaruvchini o'ziga yaratyapsiz-ku. Ha, lekin men qayerda yaratyapman? Obyektim orqali yaratyapman. Tushundingizmi? Xo'p, yaxshi. Endi keling familiya degan yana atribut qo'shaman. A nokta familiya teng Ali. Bu. Va endi bu yoqdan ishlatsam bo'ladi. A nokta familiya. Rang qilsam, mana Ziyodullo Aliyev chiqdi. Endi qarab turing. Men B degan obyekt yaratdim. Unisi ham persondan oladi. Print qilaman B nokta ismni. Nima chiqadi? To'xtang hozir. Person, ya'ni bu ana olibdi, voris olibdi, person B. Boya Ziyodulloni ham bunga oladida. Nimaga? Chunki voris olibdi-da bu persondan. Voris olmayapti, obyekt yaratyapti. Klassda bitta klassda. Qarang. Xato beradi. Mana. Personning ichida ism atributi yo'q deyapti. Nima uchun ismni atributi yo'q deyapti? Hozir bu yerda B ism qilib ochilmagani uchun error beryapti. B ni ichida atribut bormi ism degan? Atribut yo'qligi uchun. Ha. Atribut faqat A da bor, B da yo'q. To'g'ri, ikkalasi ham bitta klassdan, ya'ni bitta shablonni olyapti, lekin bu qo'shimcha ichiga atribut yaratyapti. Bu yaratgani yo'q. Misol uchun B ni familiyasi desamchi. Unda ham xato beradi. Chunki baribir bir xil. Bo'lishi uchun bunga ham nima berishim kerak? B nokta ism teng Ziyodullo yoki bo'lmasam Bobur. B nokta familiya teng Boburov. Boburov. Mana endi Boburov chiqdi. Tushundingizmi? Ya'ni obyekt yaratsam bu klassdan olyapman xolos, lekin obyektni ichida atribut yaratsam u aynan obyektniki bo'lib qolmaydi. Klassniki, obyektniki bo'ladi. Tushundingiz, a? Endi qarang. Endi men bunga nima dedim? Ism teng mehmon, familiya teng Mehmonov dedim. Mehmonov deb qo'ydim. Endi men bu yerdan S degan yana person yaratyapman. Print S ni ism va S ni familiyasi desam nima chiqadi? Yana error beradi. Endi error bermaydi. Mehmonov chiqadi. Nima uchun? Chunki endi bu klassga tegishli.
Ha, klassdan oladi. Lekin nima uchun A'niki unaqa chiqmayapti? Nima uchun A'da Mehmonov chiqmayapti? Chunki ani o'zi ism familiya qilib olganda bu klassni ichidagina olmayapti, o'ziga alohida atribut yaratilgani uchun. Endi qarang. Men A'dan Alifni o'chirib yubordim, familiyani. Nima chiqadi? Ism Ziyodullo, familiya Mehmonov chiqadi. Da. Nima uchun? Chunki ism o'zini atributi bo'lgani uchun Ziyodullohni oladi. Ha. Familiya yo'qligi uchun baribir printga familiya bor. O'sha tepadan klassdan olib, bu yerdan familiya borligi uchun yasoradi. Da, to'g'ri. Tushundingizmi? Yaxshi. Xo'p, endi shu narsani atributlar deydi. Bu narsa ham atribut. Bunisi ham atribut. Tushundingiz-a? Yaxshi. Xo'p, endi lekin har doim Mehmonov yoki bo'lmasam bu obyekt yaratganimizda o'zini ismini berib ketish bor-ku, mana bunday qilib. Nuqta ism, nuqta familiya. Shunaqa bo'lishini oldini olish uchun def init degan narsa bor. Def ikkita passkichda init. Self ism familiya oladi. Selfning ismi teng ismga. Selfning familiyasi teng nimaga? Familiyaga. Endi mana Mehmonovlar bor-ku. Bularni kommentga olib qo'yaman, kerak emas endi menga bular. Mana men init degan nima ochdim? Dunder metod ochdim. Dunder metod yoki bo'lmasam magic metod. Magic metod. Va u ikkita atribut, yangi atribut yaratyapti. Ism nomli atribut yaratyapti. Bu yoqda familiya nomli atribut yaratyapti. Tushundingizmi? Def init qachon ishga tushadi? Def init object yaratganda avto ishga tushadi. Obyektni yaratsam avtomatik ishga tushadi. Bu nima degani? Keling, mana kodlarimni kommentga olib qo'yaman. Va endi men Ziyodullohni yaratyapti dedim, mana A degan obyekt. Buni ham kommentga olaman. Xo'p, endi men bitta ishga tushirib oldim. Ishga tushirsam nima deyapti? Aynan aytayapti 145-liniyada. Ya'ni mana bu liniyada chiqsa men ham zapis qilyapman. 145-liniyada ikkita ma'lumot kutyapman deyapti. Ya'ni ism va familiya deyapti. Endi men aynan o'shini beraman. Ismga misol uchun Ziyodullo, familiyaga Aliyev. Va endi ishga tushiraman. Mana Ziyodullo Aliyev chiqdi. Aynan nima? O'sha obyektni yaratib, ikki qator kod yozib, ismi va familiya atributini qo'shib chiqqaniga ko'ra, har doim obyekt yaratishim bilan o'zi qo'shiladigan qildim. Tushundingizmi? Def init nima uchun kerak ekan? Def init o'sha yangi boshqa ko'par atribut yaratmaslik uchun-da. Yo'q. Primer shunaqaroq, lekin birinchi o'rinda atribut emas, bu avtomat o'zi obyekt yaratsam ishga tushadi va boshlang'ich qiymatlarini obyektga biriktirib beradi. O'sha boshlang'ich ikkita mana atributni obyektga biriktirib berdi. Mana bu yerda B degan obyektni ham yaratdim va yozaman. Boburov. Va endi men prosta tak bu yoqda ismi bilan familiyasini print qilsam bo'ldi.
Mana Bobur ham chiqaveradi. Tushundingizmi? Menimcha bugunga shuni o'zi yetadi. Buni bitta o'zi takrorlab nima qilib chiqsangiz, yana ertaga nima bo'lsa, xudo xolasa, boshqa nimalarni ham bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, asosiy shular. Asosiy shu narsalarni tushunib olinsa, qolganlari unchalik qiyin emas. Bu asosiy tushunchalarda. Men zapisni tashlab qo'yaman, bitta yana qayta ko'rib chiqasiz. So'z keyin qarang, bitta savol bor edi-da. Aha. Ana men Telegram bot yaratganman-da. Hop. Men kompyuter o'chirgandan keyin baribir telefondan kirsam ishlamaydi-ku, to'g'rimi? Aha. Uni keyin serverga ulash kerak-da. Ha, serverga ulash kerak. Doim ishlab turadi. Serverda run qilib qo'yasiz. Serverda run qilib qo'yasiz. Serverda o'zi run bo'lib turaveradi doim. O'shaning uchun server kerak-da. Tushundingizmi? Ha, tushundim. Bo'ldi. Mayli, bo'lmasa men zapisni tashlab qo'yaman sizga. Gruppaga tashlab qo'yaman, bolalarga ham foydali bo'ladi, boshqa bolalarga. Xo'p, bo'pti, mayli. Yaxshi dam oling. Ertaga yana xudo xolasa nasib qilsa ko'rib boramiz yana boshqa. Xo'p, rahmat. Xo'p, bo'pti, mayli.